Uyda yolg'iz kinosini bosh qahramoni Kevinning qo'rquvlari men turgan joydan boshlangan, ya'ni Markaziy parkdan. Mana shu ko'prikning tagida kaptarchi ayol bilan birinchi uchrashuvni eslashimiz mumkin. Bilasizlarmi, o'sha paytda mana shu sahnada 300 dan ortiq kaptarlar ishtirok etgan edi. U oddiy hali ko'chadan tutilgan kaptar emas edi. Ular o'rgatilgan kaptarlar edi va maxsus professional odamni taklif qilishgan. U kamerani orqasida turib, o'sha kaptarlarning uchishini nazorat qilgan edi. Aslida butun dunyodan turistlar mana shu Markaziy parkka kelgan paytda birinchi bo'lib mana shu joyga kelishadi, bu ko'prikni tomosha qilish uchun. Axir Uyda yolg'iz kinosida bu ko'prikni ko'rishgan-ku. Lekin bitta narsani unutib qo'yishadi. Bu ko'prikdan tashqari Markaziy park o'zi nihoyatda tarixiy va juda qiziqarli joy. Uni tarixi shundan iboratki, 19-asrda Nyu-Yorkliklar Yevropaga borib aylanib yurishgan paytda ko'rishgan qanaqa go'zal parklar Fransiyada bor, ya'ni Versal parklari. Qanaqangi chiroyli parklar Londonda bor, Hyde park, va savol berishgan, nima uchun hali ham Nyu-Yorkda bunaqasi yo'q? Hokimiyatga taklif bilan chiqishgan va hokimiyat mana shu hududni ajratgan edi. Qo'rqinchlik tomoni shundan iboratki, bu voqeani bu yerda parkdan oldin juda ham katta qabriston bo'lgan. 1000 dan ortiq qabrlar olib tashlangan va sunniy tarzda mana shu park qurilgan edi. Aynan agarda Uyda yolg'iz kinosiga qaytadigan bo'lsak, kinoning eng dramatik nuqtalari mana shu yerda olingan. Ayniqsa Kevinni kaptarchi ayol bilan bo'lgan suhbati juda ham qiziqarli va dramaga to'la edi. O'sha suhbatlarni eshitib, men xayolimga 3 narsani keltirdim. Yolg'izlik, umid va o'tmish. Sizga aynan mana shu sahna yoqqanmi yoki yo'qmi? Iltimos javoblarni ushbu videoning tagida yozib qoldiring.